Biz davom etamiz. Seryog'in kunlar ortda qolib, bog'bon va dehqonlar yana o'z ishlariga kirishib ketishdi. Aholi xonadonlarda ham tomorqalarda ish qizimoqda. Lekin ba'zi fuqarolar tomonidan shox-shabbalar, qurigan barglarni to'plab, yoqib yuborish holatlari uchrab turibdi, afsuski. Bu esa ba'zi hollarda ko'ngilsizliklarni keltirib chiqarmoqda. Soha xodimlarining bergan ma'lumotlarga qaraganda, mavsumiy talafotlardan zarar ko'rganlar soni sezilarli darajada ortmoqda. Ochiq olovdan foydalanish qoidalariga zid ravishda qilingan harakatlar oqibatida yashash uylari, bino va inshootlar jiddiy ziyon ko'rmoqda. Qoraqalpog'istondan tayyorlangan mavzuga doir lavha ko'pchilikni yanada hushyor tortiradi degan umiddamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida bir kunda 7 ta yong'in yuz berdi. Ma'lumotlarga qaraganda, yong'in oqibatida Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot, Qorauzak, Qalliqo'l, Taxtako'pir, Nukus, Xo'jayli tumanlari va Nukus shahridagi hududlar yong'indan zarar ko'rgan. Eng ko'p o'rt joyi yuzaga keldi. Soat 12:30 dan soat 16:30 arasida, сол 4 soatning ichida Qoraqalpog'iston Respublikasining 7 aymog'ida o'rt yuzaga keldi. Bu o'rtlarning bari сол kelib chiqu sebeplari, ulardan keltirilgan material ziyanlar сол sorashtiruvlar davomida aniqlanadi. Biroq dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, eng ulkan ehtimol bilan сол fuqarolarimiz tomonidan obodonlashtirish жұмыстарын olib borgan, obodonlashtirish жұмыстарын olib borgan vaqtida o't сол qoralarga, ашық maydonlarga tarqab ketgani ma'lum bo'ldi. Ba'zi bir fuqarolarimiz o'z qo'llari bilan yong'inlarni keltirib chiqarib, o'zlari jabrdiyda bo'lib qolishi achinarli hol. Ayniqsa bu harakat bolalar, yoshlar orasida bilib bilmagan holda sodir etiladi. Masalan, Chimboy tumanida yuz bergan yana bir yong'inni esa 2009-yili tug'ilgan bola sodir etgan. Albatta, o'zi bilmagan holda. Сол өртлерді, ашық өртлерді қараусыз қалдырып, өртеп шығындыларды өртеп жағып, қараусыз қалдыру нәтижесінде сол ашық майданларда, қоралардың мал қораларында, hamda олардың қожалық атрапларын қоршап қойған заборларында өрт келу жағдайлары мінекей қазіргі уақытта көбейіп жатырды. Shuni eslatib o'tmoqchimizki, dala va aholi punktlarida xazon va shox-shabbalarni yoki o'simliklarning boshqa qoldiqlarini yoqib yuborish atmosfera havosini zararli moddalar bilan ifloslantirishga olib keladi. Bunday holatlarning yuz berishiga Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi nima deydi? Егерде республикамыз аймағындағы бұқараларымыз қураған жапырақтарды, һәм теректің шақаларын өртеген жағдайларда Әкімшілік жауапкершілік hakkında кодекстің 88 статьясының 3 bölümімен жаримаға тартылу sebep bo'ladi. Nima bo'lganda ham yong'in kelib chiqdimi, u talofatsiz bo'lmaydi. Shunday ekan, yillar davomida yig'gan peshona teringizning bir fursatda yo'q bo'lib ketishiga sababchi bo'lib qolmang. Bu kun Aydin Allambergen va Hakimbek Yerjanov Qoraqalpog'istondan.